uyga ketadigan bo'lsangiz 2 minutda kelib chiqasiz. Mana nima qilasiz oyijon? Vaqtli borib keling, tushundingizmi? Salom ayting oyingizga. Yaxshi turing ha. Tez keling, 2 soat muhlat sizga. Ha, bo'ladi. 4 ta non oling yo'ldan. Uyga boraman, keling. Har 15 kunda borishni o'rganyapti-ya. Assalomu alaykum adasi. Ha, o'tiribman. Ha, keling, uyga ketdi. Har 15 kunda boradi-ku, shunda jonimga tegdi. Uyga borib nimadir olib kelarmidi? Bir qo'yinsoqda uchraganman, hech balo berib olmaydi. Qo'ying siz nima bilan xotinlarchiga aralashmang. Hech balo ko'tarib kelmaydi. O'shanga aytdim o'g'limga 4 ta non bergan bo'ldi dedim. Kelinimga 4 ta nondan boshqa narsa olmayman dedim. Ha? Bo'pti menga baqirur, men urishib o'z asabiy bo'lib turibman. Keladi hozir 2 soat muhlat berganman. 2 soatda keladi hozir. Bo'pti, urishurmen mana. Bo'pti. Kelin yonini o'raldi. Voy keldingizmi? Ha, turib chachab ketdim. 2 soat muhlat berdim. Namuncha 1 soat qolib ketmasangiz. Ha, ko'p qilib ketdi. Voy, qudalarni, qudalarga uchraganman-de. Tiy ko'rmagan qudalarga. Oyijon, mashina nasarimizda avvalda qozib olaysiz-ku? Bo'pti, yaxshi aytib men yetib ketmoqman. Oyijon, yaxshi turibsiz? Mana bu akajonim mol o'ygan joyda restoranga boruvdi. O'tda sushi, pizzalar shunaqa mazali qilishadi oyijon. Akajonim aytdi, xudo xolamga olib borgin deb aytdi. Mana oyijon yeb ko'ring. Shuncha bu kechga qolib oyijon, kechiring. Menga bervordilarmi? Ha, sizga oyijon, mana. Sen bilan. Mana oling. Voy qizim, menga bervordilarmi? Voy o'zim o'rgili. Uyingizdagilar bir farosatli-ya, shuncha narsa. Voy, qudamisan quda-ya, voy, voy. Voy, qudamni eng zo'r qudalariga uchraganman-da. Voy, voy, bervorgan aka. Ammo bizda yo'q edi. Shunaqa joylar ochib qo'ygan. Qudamisan quda. Quda bo'lsa shunaqa bo'lsa-da, ana. Qaysi bir yigina? Nima dedingiz? Otini qaysi joy ochilibdi bolam? Monvoy. O'sha joyga boramiz endi, qizim. Menga rosa yoqdi. Gaplarimga ham o'sha yerda zakaz qilamiz. Ha, bo'ladi. Oo. Voy, bularni. Qaynona jon